Testosteroni past erkaklarning top 5 ta belgilari. Demak, birinchi belgisi ertalabki ereksiyani yo'qolishi. Siz ertalab uyg'onganingizda agar sizga asbobingiz chest berib turmasa, demak sizda testosteron past bo'ladi. Ikkinchi belgisi jinsiy xohishni pasayishi. Ayolingizga yoki qizlarga bo'lgan xohishingiz pasayib ketgan bo'lsa, demak sizda aniq testosteron pasaygan. Uchinchi belgisi bu mushaklarni kamayib ketishi. Mushak massangiz kamayyaptimi? Unda siz bilib qo'ying, testosteron sizda kamaya boshlagan. To'rtinchisi kuchli charchoq va motivatsiyaning yo'qligi. Ertalabki uyg'onishga qiynalyapsizmi? Yoki bo'lmasam sportga qatnashishga xohish yo'qmi? Demak, biling, sizda testosteron allaqachon kamaya boshlagan. Va oxirgi 5-inchisi xotira pasayishi va xafagarchilik. Bu nima degani? Siz qo'ygan narsangizni tezda unutib, esingizdan chiqarib qo'yasiz. Yoki bo'lmasam do'stlaringizni arzimagan gaplariga xafa bo'lib qolayotgan bo'lsangiz, unda sizda aniq testosteron kamaya boshlagan. Do'stlar, bu narsalarning hammasini stressdan deb o'ylab yurmang. Testosteron tushadigan bo'lsa, erkakning butun tizimi ishdan chiqadi. Ushbu videoni testosteroni past bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.